Hadis sharifni ma'nosida kiradiki, Alloh taolo qiyomat kunida qorilarni chaqirtirar ekanda va shu bilan har bitta qoriga iqro vartaqi, ya'ni iqro o'qi va ko'taral deb amr qilar ekan, xitob qilar ekan. Va shu bilan har bitta qorini o'sha qiyomatdagi martabasi o'qib zina poyasidan chiqib borilar ekanda, o'sha qaysi joygacha o'qib borib to'xtasa, o'sha qorining shu darajasi bo'lar ekanda. Bu ham endi Alloh taoloning bir qorilarga bo'lgan in'omi, Xudo xolasa, inshaalloh. Va endi albatta Qur'onni yodlashda o'sha qorini o'ziga xos uslubi bo'ladi. Har bitta qori masalan Qur'onni yodlashda qanaqadir uslubdan foydalanadi. Qaysidir bir qulaylik tomonlari bo'ladi yoki bironta bir orada tavsiyalar bo'ladi ustozlardan. Deylik, Qur'onni endi boshlagan kishi, Qur'onni yodlashga kirishgan kishi Qur'onni osonroq o'rganishi uchun, uni tezroq yodlashi uchun qanaqadir bir tavsiyalar, masalan xotirani kuchaytirish uchun yoki yodlayotgan vaqtda bironta bir qulayroq uslublar haqida ham bir mulohazalaringizni aytsangiz, tavsiyalaringizni aytsangiz. Albatta har bitta qoriga ustozi tarafidan talabani mahorati, qobiliyatiga qarab uslub tanlab berish kerak deb o'ylayman men. Va menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ustozimiz Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Menga o'sha takror qilib jamlash uslubini aytganlar. Pastdagi o'sha kichkina suralardan boshlangan. Fotihadan so'ng, ya'ni qul a'udhu bi robbin nasdan boshlab yuqoriga qarab yodlay boshlangan. Shu zaylda 2 pora va undan keyin 3-poraga o'tilgan. Tabiiyki boshida hammada ham qiziqish unaqa zo'r bo'lmaydi. Alloh taolo o'sha 3-poraga o'tganimizda o'zi qiziqish bergan. Alhamdulillah. Boshqacha ruhiyatda, boshqacha kayfiyatda Qur'onni yodlay boshlangan. Ya'ni o'sha 3-poragacha yodlab bo'lishi bilan ustozga topshirib dars qilingan bo'lsa, 3-porada o'zi Alloh taolo qiziqish bergandan keyin sanoq uslubida o'tilgan menda. Ya'ni yodlashim ham oxirigacha sanoq uslubida ketgan shunaqa. Masalan, necha martadan sanoq bo'lgan o'shanda? O'sha paytda 3-porada bir betdan yodlanardi kuniga. Bir betdan yodlardim. 300 martadan sanoq qilasan derdilar.